Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek Ikkinchi jahon urushi nomli qonli qirg'inning rejissyori Adolf Gitlerning nima uchun aynan Yevropani yevreylardan tozalashga harakat qilgani bilan bog'liq aniq faktli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. To'g'risini aytsak, Adolf Gitler shaxsiyatini juda ishonavering, juda ko'p o'rganganmiz. Hozir YouTube'da mavjud bo'lgan va ko'plab rus qolaversa, boshqa tillardagi telekanallar orqali taqdim qilinadigan Gitler haqidagi roliklarda faqat birgina gap aylantiriladi. U ham bo'lsa yevreylar masalasi. Gitler nomini yozilgan roliklarni barchasida bu iblisni yerdagi soyasini yevreylarni irqiy jihatdan past darajada ko'rgani uchun yo'q qilgan deb gapirishadi. Biz bu umuman noto'g'ri fikr demoqchi emasmiz. Biroq bu Gitlerni yevreylarga bo'lgan nafratining asosiy sababi emas. Agar shu narsani bilmasangiz eslatib o'tamiz. Dunyodagi shu kunga qadar hukm surgan diktatorlar ichida Adolf Gitler birinchi bo'lib 1942-yilda Islom dini terror emas deya rasman bayonot bergan hukmdor sanaladi. Gitler shaxsiyati avvalambor unga 1928-yilda homiylar topilganidan so'ng shakllangani yo'q. Shuni unutmang. Bu aslida ichida butun yer sayyorasiga yetadigan nafratni yashirgan shaxs 1924-yilning 20-dekabr kuni u Landsburg qamoqxonasidan ozod bo'lgan kun shakllanib bo'lgan. Gitlerni o'sha paytda aniq sanalarda 1924-yilning mart oyida 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan. Biroq u nimagadir 9 oydan so'ng qamoqdan ozod qilinadi. Uning uchun 200 oltin marka jarima pulni ham ismi sir tutilgan homiylar to'laydi. Biz bu ismi sir tutilgan homiylar so'zini bekorga aytganimiz yo'q. Negaki, aynan o'sha homiylar Ikkinchi jahon urushi boshlanishi va yevreylarni ommaviy qirg'in qilinishining boshida, ammo faqat soyada turadi. Endi asosiy faktlar. Gitlerni millionlab nusxada bosilib chiqib, o'sha paytlarda majburan sotilgan Mein Kampf, ya'ni Mening kurashim asari. Buni bilmasangiz kerak, 2 tomdan iborat. Uni birinchi tomi 1925-yilda bosilib chiqadi, ikkinchi tomi esa 1926-yilda chop qilinadi. Shu narsani unutmangki, Mein Kampfni ikkinchi tomini Gitlerning o'zi yozgan emas. Bu paytda uni kitob yozish u yoqda tursin, uzoqdan ko'zga tashlanadigan antika mo'ylovga ham vaqti yo'q edi. Mein Kampfni yozib qo'ying. Birinchi qismi shaxsan Adolf Gitlerning qalamiga mansub va uni Gitler qamoqxonada 9 oy davomida yozadi. Yevreylar va irq masalasi esa o'sha Mein Kampfning birinchi tomini 11-bobida o'ta aniq va tushunarli qilib yozilgan. Mein Kampfni o'qigan odam ishonavering, yevreylarni shu kitobdan so'ng haqiqatdan yomon ko'rib qoladi. Aynan mana shu sababdan u kitob hozirgi kunda juda ko'p mamlakatlarda taqiqlangan adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan. Mein Kampfda Gitler yevreylarni yerga, aniqrog'i yer sayyorasiga umuman keraksiz xalq deb yozadi. Shu bilan birga yevreylar qatorida u lo'lilarni ham tilga oladi. Eng pastki pog'onada esa, ya'ni Gitlerning yerda yashashga qisman haqli xalqlar ro'yxatini eng pastki pog'onasida qora tanlilar qayd qilingan. Gitler ularni umuman odamlar yonida, ular bilan bir havodan nafas olishga haqsiz xalq deb yozadi. Endi rolik boshida aytganimiz yevreylarni qirg'in qilishga asosiy sabab va maxfiy homiylar haqida to'xtalamiz. Adolf Gitler, buni ilgari aytganmiz, eng ko'p kitob va gazeta jurnal o'qiydigan hukmdorlardan sanalgan va u e'tibor bering, tarixni, ayniqsa dinlar tarixini juda yaxshi bilgan. 1727-yilning 26-aprel kuni Rossiya imperatritsasi Yekaterina I yevreylarni Rossiya imperiyasidan badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqaradi. Undan so'ng 1742-yilda xuddi shunday mazmundagi qarorga imperatrica Yelizaveta Petrovna ham imzo chekadi. 1787-yilda esa yevreylarni Avstriya-Vengriya imperiyasining poytaxti Venadan quvg'in qilish boshlanadi va 1784-yilda bu quvg'in qilish o'zi
o'zining Everestiga chiqadi. 1871-yilda yevreylarni endi Odessada quvg'in emas, qirg'in qilish boshlanadi. 1878-yilda Avstriyada birinchi yevreylarni yo'q qilishga xizmat qiladigan xalqaro miqyosdagi partiya Adolf Hitler tomonidan tashkil qilinadi. 1917-yilning 28-mart kuni Falastinda Jamol Poshsho Quddusdan, Yaffodan va Tel Avivdan barcha yevreylarni quvib solishga buyruq beradi. Hozir biz keltirgan quvg'in va qirg'inlar esa Adolf Hitlerning yonida holva emas, holvacha bo'lib qoladi. Bu yangilik emas. Endi siz kutgan faktni aytamiz. Adolf Hitlerning yevreylarni qirg'in qilishiga sabab bu yevreylarni oldiniga yer bilan bir bo'lib kelib, keyin o'sha yerda o'z hukmronligini o'rnatishi va o'zini hukmdordek tutishi edi. Yuqorida biz keltirgan quvg'in va qirg'inlarning barchasi eslab qolib yozib qo'ying. Yevreylarni o'sha mamlakat hukumatini va yerli xalq vakillarini qarzga botirib, sudxo'rlik qilgan edi. Hitler esa bu holatni, ya'ni yevreylarni foizga pul berib, qarzga botirib, keyin o'sha odamlarni uyini tortib olib, bola chaqasini ko'chada qoldirayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib katta bo'lgandi va bir paytlar Hitlerning oilasi ham yevrey sudxo'rlardan yetarli darajada azob ko'rgandi. Buni balkim bilishingiz kerak. Yevreylar Xudo yerni biz uchun yaratgan va qolgan barcha xalqlar bizga tobe bo'lish kerak deb o'ylaydi. Aniqrog'i ularning aslida yo'qlikka mahkum bo'lgan dinida shunday yozilganmish. Xuddi shunday sabablarga ko'ra aslida umuman yersiz va vatansiz hisoblangan yevreylar Hitler hokimiyatga talpanayotgan paytda butun Yevropani eng kerakli iqtisodiy jabhalarni qo'lga olib bo'lgandi va ular haqiqiy yevropaliklarni bo'ynigacha qarzga botirib, qashshoqlikka mahkum etib, o'zlari ularning yerida turib, ularni ustidan kulishni boshlagandi. Aniq haqiqat esa bunga chek qo'yish kerak edi va shunday bo'ldi ham. Xuddi shunday bir vaqtda haligi ismlari maxfiy tutilgan bir qancha yirik investorlarga yevreylarga nisbatan o'ziga xos nafratga ega odam kerak edi. Bu esa ham qamoqxonada rassom bo'la olmagandan, qolaversa hayotda ishi yurishmagandan, o'ziga o'zi achinib qog'oz qoralayotgan Adolf Hitler edi. Ular Hitlerni ozod qilib, Hitlerga oldiniga yetarli darajada homiylik qiladi. Biroq Hitler ular chizib bergan chiziqdan yurmagani uchun o'sha maxfiy homiylar zudlik bilan Yevropani tark etadi. Bu paytda esa Hitler allaqachon yarim Yevropani qonga botirib bo'lgandi. Tushunarli qilib aytganda, uni ortga qaytarib, qaytadan qamoqqa tiqishning imkoni yo'q edi. Kim ekan u maxfiy homiylar deydigan muxlislarimiz diqqatiga. 1920-1933 yillar davomida Yevropa mamlakatlarining barcha shaharlaridagi yirik banklar boshqaruvchilari, shuningdek, yirik ishlab chiqarish zavodlarining sohiblari bo'lgan kishilar deb javob beramiz. Bilib qo'ying, siyosat shunday narsaki, ma'lum bir davrda ma'lum bir ishni qilishni vaziyat taqozo etadi. Agar bu ish millionlab odamlar qonini to'kishni talab qilsa ham, Hitlerning nafaqat Yevropa, balki dunyo katta sahnasida paydo bo'lishini ham o'sha davrdagi siyosiy vaziyat taqozo etgandi. Hitlerni yevreylarni qirishiga qisqa so'z bilan aytganda, irqiy kamsitishdan boshqa yana yevreylarni hukmron bo'lishga, qonidagi intilishi va o'zgalarni o'ziga qaram qilishga intilish sabab bo'lgan edi. Ular bugungi kunda ham jahonning eng kerakli iqtisodiy nuqtalarini boshqarmoqda va bu hozir ham kimlarnidir g'ashini keltirib, jig'iga tegib turibdi. Toma ko'l bo'lib, ko'l dengizga aylanib toshgan vaqtda odamlar bunday kunlarni qirg'in yoki ommaviy qatl deb aytadilar. Aslida esa o'sha paytda bunday ishlar vaziyat taqozosi bilan amalga oshgan bo'ladi.